Yarim kechasi 1. Mana Azimjon aka. Taniysizlar bu akamni. Xo'p. Aylanib ketyapti, buralmayapti, vahima qilishdi. Keldik, mana bo'ldi ekan desak, pichoqlar yaxshi tortilmagan ekanda, yaxshi tozalamagan ekan. Hozir qatirib qo'ydik, tozalayapti. Bizlarni to'ldirishgan mana. Beli gigant go'sht uchun boqilyapti. Hamma yo'g'i joyida mana. Pichog'ini yaxshi qo'yisha olmaganligi uchun zo'r tozalamagan, shuni hisobidan ozgina vahima bo'lib ketgan bularda. To'g'rilab qo'ydik mana. Mana bu pichoqlarini mana shu holatda qo'yib ketgan edim. Oldin ma'lum emas edi, qaysi etajga tashashligini, bedanasi kamligi uchun hal bo'lmayapti. 5-etajga tashashgani yo'q. Shuning uchun mana shu holatda tashab ketaverdim. Qaysi etajga tashasalaring pichog'ini tortib olasizlar. Mana bundan natasha qilib tortib olasizlar deb naqib ketaverdim. Bular uni esidan chiqqanda, bedanani tashaganda keyin avtomatga yoqqanda u vaqtida ishlab ketgan. Go'ng ishlab ketib pichog'i qirmaganda go'ng tagiga olib kirib ketgan. O'sha 1-2 etajlarda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, axlatib qo'ygan. Telefon qilishdi, shuning uchun men yetib keldim. Hamma yo'lda telefonda o'zi hal qilib qo'ydim, lekin kelib bir og'zim o'zim gaplashib, ko'rishib, yana bitta ko'rib tushuntirib berib ketay deb keldim. Hamma yo'g'i joyida ishlayapti. Azim aka, Assalomu alaykum. Sizga topshiryapman aka, endi hushyor bo'ling aka. Sog' salomat bo'ling, ko'rishamiz. Azim akam hamma taniydi. Mana shu bedanalarni mana o'zi yetishtirib joylab qo'ydi mana shu yerga. Endi bundan boshlab mana ko'paytirish mavsumi boshlandi. Joyingiz sog' bo'lsin. Ketdik. Mana o'sha aytganimdek, oxiriga go'ngga tushmayapti. Mana tushgan, endi bitta ikkita tushgan. Bu endi 1% deymizmi, 5% deymizmi, 10% deymizmi, xullas shunaqa tushyapti. Lekin 90%, 95% natija beryapti, go'ngini oxiriga tushirmayapti. Yoqdan oqib kelaveradi. Shunga yopishtirib qo'yasiz.